Xayrli kunlar. Kunlaringlar xayrli bo'lsin butun dunyodagi barliq vatan suygan qarindoshlar. Mening bu yana Stop Uyg'ur Genocide bu namoyishim yana davomlashyapti butun dunyodagi barliq vatan suygan qarindoshlar. Ma'u hozirgi mezgil bizda biroz yo'l yig'in bek ko'p bo'ldigan vaqt bo'lgandan keyin men jiq chiqib qolmadim, ammo chiqyapman. Faoliyatimni davomlashtiryapman. Butun dunyodagi ko'pchilikka qarindoshlarga deydiganim shu qarindoshlar jim yetib olmanglar butun dunyodagi qarindoshlar. Yetib olganlik yana muayyat etgan vaqtimizda Xitoy va Xitoy hokimiyatiga advokatlik qilganlik bo'ldi. Men bu so'zimni har qanday vaqt takrorlayman. Ikkinchilab men bir gapni deb qo'yay. Hozir Xitoyga davomliq berib kelayotgan Amerikadagi ba'zi ziyolilar bu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi, ya'ni Xitoyning Uyg'urlarga elib borgan erkiy qirg'inchilik Stop Uyg'ur Genocide'ni mustaqillikqa qarshi holat qo'yyapti. Qarindoshlar, mushundaq tashviqotni faqat Xitoy va Xitoy xalqchilari qila oladi. Hech bir zaman bu Stop Uyg'ur Genocide shu vaqtda ko'rdingizmi shamolda? Shamol kuchli. Stop Uyg'ur Genocide hech qanday vaqt mustaqillikka qarshi emas. Mustaqillik Stop Uyg'ur Genocide qarshi emas. Bu ikkisi bir-birini to'liqlaydigan da'vo qarindoshlar. Shunga sizlar Xitoyga davomli berib kelayotgan bu endi insonlarni bir-biriga ziyat qiladigan, mustaqillik bilan erkiy qirg'inchilikni bir-biriga qarshi qo'yadigan bunda Xitoy xalqchilarining gapiga ishonmanglar. Bu devatqanim Amerikadagi ma'lum bir ziyoli. Qarindoshlar, yanadang Stop Uyg'ur Genocide mustaqillikning asosiy bir-biriga qarshi emas. Buni men yeyishib o'tirib takrar tushuntirib bo'lgan men mediada ko'pchilikka. Yanaday qarindoshlar, bunda yolg'on fikrlarga aldanmanglar. Bu Stop Uyg'ur Genocide'ni yana davomlashtiramiz. Men ularga deydiganim shu. Mustaqillik qanday vujudga chiqdi? Mustaqillik tabiiyki bundaq ko'chada o'tirib, bundaq shuarlarni to'g'lash. Albatta bu bizning insoniy yordam kutishimiz qilayotgan shuarimiz. Mustaqillik uchun asosimiz bu. Sog'lom mengishimiz uchun Xitoy hukumatı bizning putqulimizni bog'laganlik uchun yeshadigan bir shuar. Ammo mustaqillikning qanday vujud chiqqanligini biz bilamiz. Shularga deydiganim, mustaqillik bu uyda yetib olgan, Facebookning kayniga o'tib olgan, fitna fasod teradigan bu xainlar orqali emas, vatan millatga jon beradigan, qon beradigan insonlarning qo'liga qurol tutishi orqali vujudga chiqadi. Men buni deb qo'yay. Qurol tutish orqali o'zining Xitoyni bizning vatanimizdan besib olgan, Uyg'ur davlati besib olgan Xitoylarni o'ldirish orqali, o'lish orqali vujudga chiqadi qarindoshlar. Men buni deb qo'yay. Bizning bu Stop Uyg'ur Genocide'ni qilishimizni bir turkum insonlar shu mustaqillikqa qarshi degan tashviqotni ko'tarib chiqdi. Men dedim, Amerikadagi ma'lum bir ziyoli. Bu xatarlik ideya qarindoshlar, yaxshi ish emas. Mustaqillik qanday vujud chiqadi? Biz bilamiz. Biz yaxshi bilamiz boy degandek, qurollar orqali vujudga chiqadi qarindoshlar. Shuning uchun shaytonlarning so'zlariga aldanib ketmayli, uyimizda yetib olmayli. Tekrar millatga foydali bo'lgan har qanday ishlarni tekrar davomlashtiraylik. Stop Uyg'ur Genocide'ni to'xtatib qo'ymaylik qarindoshlar. Qo'limizga qurol olganga aldinglarmi? Qo'limizga qurol olganga qadar Stop Uyg'ur Genocide'ni to'xtatib qo'ymaylik. Shaytonning o'yinlariga kirmaylik. Mening deydigan gapim shu. Kunlaringlar xayrli bo'lsin.